Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida Koreya Respublikasining nufuzli Kyungdong universiteti bilan hamkorlikda talabalar mobilligi uchun global akademik hamkorlik birinchi sammiti bo'lib o'tdi. Unda 30 ga yaqin mamlakatdan 60 dan ziyod nufuzli universitet rahbarlari ishtirok etdi. Tadbirda dunyo miqyosida nufuzli universitetlar rahbarlari, xalqaro akademik doira vakillari hamda mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirok etdilar. Bu ishtirok O'zbekistonning global ta'lim maydonida ishonchli va istiqbolli hamkor sifatida tan olinayotganini ko'rsatdi. Ayni paytda bu mamlakatda amalga oshirilayotgan ochiqlik, innovatsion rivojlanish va inson kapitalini yuksaltirish siyosati samarasidir. Endi O'zbekiston bilim va tajriba almashinuvining ishtirokchisi emas, balki yangi ta'lim formatlarini taklif etayotgan tashabbuskor maydon sifatida shakllanmoqda. Today we get together. Xalqaro talabalar mobilligi masalasi va globallashuv sharoitida ta'limning yangi modellarini muhokama qilmoqdamiz. Texnologiya, sanoat va jamiyat tez suratda o'zgarmoqda. Biz talabalarimizni bu o'zgarishlardan orqada qolmasdan zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlashimiz zarur. Shu maqsadda bugungi muhokamalar orqali hamkorlikni yanada mustahkamlashdan mamnunmiz. Tadbir doirasida akademik mobillik, sun'iy intellekt ta'limi, yashil iqtisodiyot, energetika ta'limi va inklyuziv ta'lim kabi dolzarb yo'nalishlar muhokama etildi. Ishtirokchilar kelgusidagi hamkorlik yo'nalishlarini belgilab, ilmiy bilim va tajriba almashish imkoniyatini kengaytirdilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti va Kyungdong universiteti o'rtasidagi uzoq yillik hamkorlik natijasida har yili talabalar uchun ta'lim grantlari ajratilib, professor-o'qituvchilar malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqdalar. Sammit doirasida qo'shma ta'lim dasturlari va ilmiy ta'lim markazlarini tashkil etish bo'yicha yangi kelishuvlar imzolandi. O'tkazilgan talabalar mobilligi uchun global akademik hamkorlik birinchi sammiti xalqaro ilmiy hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish bilan birga ta'lim orqali barqaror taraqqiyot maqsadlariga xizmat qiladigan muhim qadam bo'ldi.